Sizningcha bu shirin bolajonlar qo'llaridagi gullarni nima uchun yasashgan? Shunchaki o'yinchoqmi yoki dars ishi? Yo'q. Bu gullar ortida bir insonning hayoti va mitti qalblarning ulkan jasorati yashiringan. Bu safar biz ehson uchun uydan pul olib kelmadik. Biz mehnat qilib yaxshilikni yaratishni niyat qildik. Bolalarimiz o'z qo'llari bilan yasagan gullarni sotib, imkoniyati cheklangan do'stiga yordam berishmoqchi bo'lishdi. Shu orqali ular muomala madaniyatini va halol mehnatning lazzatini his qilishdi. Ishonasizmi? Bor yo'g'i yarim soat ichida ehson uchun ekanligini eshitgan insonlar gullarni talashib sotib ola boshlashdi. Odamlarimizning saxovati, bolalarning shijoati birlashgan joyda mo'jiza yuz berdi. 30 daqiqa ichida barcha gullar sotib bo'lindi. Jami 299 ming so'm pul yig'ildi. Biz bemor qo'shnimizning uyiga bordik. Afsuski, do'stimiz Farg'onada shifoxonada davolanayotgan ekan. Ko'ra olmadik. Bu safar biz xarajat qilmadik. To'plangan pulimizni hammasini yigitning buvisiga davolanish uchun topshirdik. Bu kishining ko'z yoshlari va duolari bolalarimiz uchun hayotdagi eng katta dars bo'ldi. Yaxshilik qilish uchun katta bo'lish shart emas. Shunchaki mitti bo'lsa ham toza qalb kerak. Bu mittivoylarning ishini qo'llab-quvvatlashingiz uchun videoni tarqating. Zero yaxshilik baham ko'rilganda ko'payadi.